Mavzu organik sintez faniga kirish. Organik sintez sanoat tarmoqlari organik sintezda kimyo farmatsevtika sanoati uchun qo'llaniladigan xom ashyolar va katalizatorlar. Organik moddalar sintezi sanoati rivojlanishining asosiy tendensiyalari. Birinchi mavzumizning rejasi. Ikkinchi, organik moddalar texnologiyasi turlari, organik sintez uchun qo'llaniladigan xom ashyo manbalari, asosiy texnologik ko'rsatkichlar, organik sintezda qo'llaniladigan katalizator turlari. Organik sintez bu ko'p assortimentli monomerlar, erituvchilar, dorivor preparatlar sintez qilish uchun xom ashyolar, o'simliklarni himoya qiluvchi vositalar va boshqa mahsulotlarni oddiy, arzon, sodda, ekologik zararsiz usullar bilan olish yo'llarini o'rganishdan iborat. Organik sintezning maqsadi muhim fizik, kimyoviy va biologik xossali moddalar olish yoki aytilgan nazariyalarni tekshirishdan iborat. Organik sintez sanoati ikkita asosiy vazifani bajaradi. Birinchisi, boshqa sanoat tarmoqlari uchun yirik masshtabda yarim mahsulotlar ishlab chiqaradi. Ikkinchisi, umumiy ahamiyatga ega bo'lgan maqsadli mahsulotlar oladi. Organik reaksiyalar klassifikatsiyalanadi. Bunda organik kimyoda reaksiyalar tanlab olingan yo'lga qarab bir necha xil klassifikatsiyalanadi. Uglevod skeletining o'zgarishiga asoslanib, jarayonda ishtirok etayotgan zarrachalarning tabiatiga asoslanib, reagentlarning oksidlovchilik yoki qaytaruvchilik xarakteriga asoslanib, struktur elementlarning birikishi yoki ajralishiga asoslanib, reaksiya kinetikasiga asoslanib klassifikatsiyalanishi mumkin. Organik moddalar ishlab chiqarishi qadim zamondan ma'lum bo'lib, xom ashyo sifatida o'simlik va hayvonlardan foydalaniladi. Masalan, shakar, yog', sovun, spirt va hokazolar ishlab chiqarilgan. Dastlab u o'simlik va hayvon xomashyolaridan qayta ishlash jarayonlariga asoslanadi. Ulardan kerakli muhim mahsulotlar yoki xom ashyo tarkibidagi moddalarni parchalanishidan oddiy moddalar olinadi. Oddiy moddalar asosida esa murakkab organik moddalar sintez qilish 19-asr o'rtalarida paydo bo'ldi. Tosh ko'mir smolasidan aromatik uglevodlar sintez qilina boshlandi. Keyinchalik 20-asrga kelib organik birikmalar olishda xom ashyo manbai sifatida neft va tabiiy gaz muhim o'rinni egalladi. Quyida xom ashyo, o'simlik xom ashyosi va mahsulotlarining ularning asoslari ko'rsatilgan. Bu yerda esa gazokimik xom ashyolar manbalari ko'rsatilgan. Bu yerda neft kimyoviy xom ashyolarning ko'rsatilgan. Organik sintez mahsulotlari olish uchun qo'llaniladigan asosiy xom ashyo moddalarini quyidagi 5 ta sinfda ajratish mumkin. Ular parafinlar, olefenlar, aromatik uglevodlar, atsetilen, uglerod oksid va sintez gaz hisoblanadi. Organik moddalar texnologiyasi ikki xil yo'nalishga ajraladi: asosiy organik sintez va nozik organik sintez. Asosiy yoki og'ir organik sintez degan iboraning ma'nosi bu uglevodlar xom ashyolari asosida ko'p tonnada va kam bosqichlikka nisbatan oddiy tuzilishli mahsulot ishlab chiqarish bo'lib, ular boshqa organik birikmalar olish texnologiyalari uchun tayanch hisoblanadi. Nozik organik sintez esa oz miqdorda murakkab tuzilishli organik moddalar ishlab chiqarish sanoatidir. Bunday organik moddalarga bo'yoqlar, reaksivlar, farmatsevtik preparatlar, portlovchi moddalar, parfyumeriya vositalari kiradi. Asosiy organik sintez texnologiyasining asosiy vazifalaridan biri energiya va resurslarni tejaydigan, kam chiqindili, inson salomatligi va atrof muhitga xavfsiz ilg'or texnologiyalarni yaratish va joriy qilishdan iborat. Mendeleyev aytganidek, ilg'or texnologiyaning asosiy vazifasi ishlab chiqarishning keraksiz chiqindisidan foydali mahsulot olish yo'llarini izlash hisoblanadi. Asosiy organik sintez sanoati mahsulotlarining turli xil tuzilish xossalarga egaligi va ko'p sohalarda qo'llanilishi bilan boshqa sanoat mahsulotlaridan farq qiladi. Asosiy organik sintez sanoati mahsulotlari bu turli xil uglevodlar, xlor va ftorli birikmalar, spirtlar va fenollar, oddiy efirlar,
aldegidlar va ketonlar, karbon kislotalar va ularning xossalari, aminlar va nitrobirikmalar, oltingugurt, ftorli moddalar va hokazolardir. Qo'llanilishi bo'yicha yuqoridagi birikmalarni ikki guruhga ajratish mumkin. Oraliq mahsulotlar bular boshqa moddalar sintezi uchun qo'llaniladi. Turli tarmoqlarda qo'llaniladigan maqsadli mahsulotlar. Oraliq mahsulotlar ular xalq xo'jaligida biror maqsadlar uchun qo'llanilmaydi, lekin ular asosida boshqa kerakli birikmalar sintez qilinadi. Bunday mahsulotlarni organik sintez oraliq mahsulotlari deyiladi. Masalan, etilendan 1,2-dexloritan uni degidroxlorlash bilan esa vinil xlorid olish mumkin. Oraliq mahsulotlar turi juda xilma-xil, chunki oddiy va murakkab organik birikmalar sintezida oraliq mahsulotlar hosil bo'ladi. Maqsadli mahsulotlarni quyidagi sinflarga ajratish mumkin. Monomer va polimer materiallar uchun xom ashyolar. Monomerlarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin. Vinil monomerlari, allel monomerlari, olefinlar, dienlar va polikondensatsiya reaksiyasi uchun qo'llaniladigan monomerlar. Ular quyidagi moddalarni misol qilish mumkin. Bular adipen kislota, geksametilin diamin. Polimer materiallar uchun plastifikatorlar. Plastifikatorlar deb ba'zi bir polimerlarni plastik elastik xossalarini yaxshilash uchun 30-40% gacha qo'shiladigan moddalarga aytiladi. Bu plastifikatorlar asosan presslash, valslash va boshqa usullar yordamida polimerlarni qayta ishlash jarayonlarida qo'llaniladi. Chunki ishlov berishda polimerlar yetarli darajada oquvchan bo'lishi, tayyor mahsulotlarning elastik xususiyatlari yuqori bo'lishi kerak. Plastifikatorlarning eng muhim vakillariga misol qilib, yuqori haroratda qaynovchi murakkab efirlar, masalan, dimetil ftalat, dibutil ftalat, dioktil ftalatlarni, ftal kislota efirlari, o'rta fosfat kislota efirlarini olish mumkin. Sintetik spirt faol va yuvish vositalari tarkibida gidrofil va gidrofob guruhlari bo'lgan organik moddalar sirt faollik xususiyatini namoyon qiladi. Oddiy sovun, stearin yoki palmitin kislotalarining natriyli tuzida bunday spirt faollik xususiyatini uzun uglevod zanjiri va karboksilat guruhini bajaradi. Tuzilishining bunday xususiyatga ega ekanligi sababli spirt faol moddalar fazalar ajralishi yuzasida kondensatlanadi. Bunda suvli eritmalarda sirt faol moddalardagi gidrofob guruhi sistemasi yog' moy komponentiga, gidrofil guruhi esa suvga tomon qaratilgan bo'ladi. Natijada sirt tarangligi ancha kamayadi. Bu esa materialni yaxshi qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Erituvchi va ekstragentlar. Ilgari erituvchilar sifatida benzin, benzol va etanol ko'p qo'llanilgan. Sanoat xalq xo'jaligi rivojlanishi bilan erituvchi va ekstragentlarga bo'lgan talab oshib bormoqda. Katalizatorlarning mohiyati shuki, u kimyoviy reaksiyalar tezligini oshiradi, reaksiyada qatnashadi, moddalar bilan oraliq kimyoviy o'zaro munosabati bo'ladi, lekin reaksiya oxirida o'zining kimyoviy strukturasini tiklaydi. Har xil moddalar katalizator bo'lishi mumkin, masalan, gazlar, suyuqliklar, qattiq moddalar. Katalizatorlar moddalar va katalizatorlarning agregat holatiga qarab gomogen va geterogen yoki mikrogeterogen bo'lishi mumkin. Sanoatda ikki xil kataliz qo'llaniladi: gomogen kataliz va geterogen kataliz. Katalizatorlarning reaksiya tezligiga ta'siri shundaki, u reaksiya tezligining konstantasini oshiradi, kimyoviy reaksiyaning faollanish energiyasini kamaytiradi. Katalizator qatnashganda reaksiya yo'nalishi o'zgaradi. Bunday reaksiya bir qator elementlar bosqichlarida boradi va kam energiya faolligini talab qiladi. Shunday qilib, faollanish energiyasi qancha kam bo'lsa